Keling, men sizga millionerlarning sekretini ochib beraman. Mana bu uy misolida. Bugun men aktivlar, investitsiyalar va qanaqa qilib pulimni 2 barobar ko'paytirish planimni aytib beraman. Fond bozori qulayotgandek ko'rgan bo'lsanglar kerak. Amerikada fond bozori qulayotdi, bir necha trillion yo'qoldi va bu eng zo'r vaqt odamlarning pulini ko'paytirishga. Millionerlar bu vaqt juda ham xursand bo'lishadi, mazza qilib investitsiya qilishadi. Nimaga? Mana shu uyni misol qilib ko'rsataman. Bu uy 2023-yil $750 ming dollarga sotilgan. $750 ming dollar ko'p, to'g'rimi? Lekin hozir bu uy 1 million 200 mingga sotildi. 750 mingdan 1 million 200 mingga 450 ming dollar farq. 450 ming dollar foyda qildi, to'g'rimi? U yoqda rasxodlari bor, naloglari bor, boshqasi bor, lekin foyda bor. Lekin men misol qilib keltirganim sababi bu ham aktiv va men bunaqa aktiv sotib olibman 1 million 200 mingga. Men fond bozoridagi kompaniyani aktivini sotib olman, kompaniyani aksiyasini. Qanaqa kompaniya va qanaqa aktiv deyishingiz mumkin, qanaqa aksiya deyishingiz mumkin. Kompaniyalar bu Amerikadagi yoki dunyo bo'yicha kompaniyalarning qimmatli qog'ozi bor. O'sha qimmatli qog'ozni sotib olsam, qimmatli qog'oz ko'tarilsa, narxi men unda foydada bo'laman. Fond bozori hozir qulayapti degani, fond bozoridagi ko'p kompaniyalarning qimmatli qog'ozi narxi tushib ketyapti. Lekin reallikda kompaniya ham yoki mana bu uy o'zgaryaptimi? Kompaniyaning daromadi o'zgaryaptimi? Kompaniyani strategiyasi, biznesi o'zgaryaptimi? To'g'ri, tariflar qo'shilyapti, tariflar bo'lyapti, kompaniyaning daromadi kamayadi tariflarning hisobiga. Lekin bu hammasi ekonomik downturn, ya'ni ekonomik qisqa muddatli situatsiya hisoblanadi va bu tashqi omil kompaniyaning aksiyasini narxini tushishiga. O'sha kompaniyani keling birga ko'ramiz. Men hozir borib kompaniyani ko'rsataman. Bu kompaniya qilib men eng yaqin kompaniyani ko'rsatmoqchiman sizlarga. Aksiyasini, men bu aksiyani sotib olish niyatim bor va yo'q. Hali polni o'rganib chiqmadim. Lekin bugun tanishtirish uchun bu kompaniyani menimcha yaxshi misol bo'ladi hammaga va foydali, tushunarli misol bo'ladi. Bunaqa videolarni qilishim uchun juda ham ko'p vaqt oladi. Motivatsiya uchun subscribe qo'ysanglar, sizlarga foydali ma'lumotlarni, bunaqa videolarni yana ko'paytirishga harakat qilaman va men tushunamanki, bu ma'lumotlar rostdan ham yordam beryapti, foydali bo'lyapti. Endi ketdik. Xo'p, nimaga men uyni misol keltirdim? Uy ham aktiv, to'g'rimi? Fond bozoridagi kompaniyalarning aksiyalari ham aktiv. Bu kompaniyalar qanaqa kompaniya bo'lishi mumkin? Bu misol uchun Best Buy bo'lishi mumkin. Hozir men sizlarni Best Buy kompaniyasiga olib boraman. Kompaniyasini o'ziga emas, kompaniyasini bitta lokeyshniga, ya'ni sotadigan bo'limiga. Best Buy Amerika bo'yicha butun hamma shaharlarda, asosiy shaharlarda texnika sotadi. U odamlar kompyuter, telefon va boshqa narsa sotib olaman desa magazinga borib, Best Buyga borib sotib olishadi ko'pincha. To'g'ri, onlayn sotib olsa bo'ladi, bu boshqa alohida tema, lekin Best Buyga borib ham o'sha narsani sotib olsa bo'ladi. Texnikani. Nimaga men Best Buyni misol keltirmoqchiman? Chunki Best Buyga o'zim ham borib turaman, Best Buyni yaxshi ko'raman desam ham bo'ladi, chunki juda ham ko'p texnikalar bor. Odam borib, narsalarni o'ynab, o'shab ko'rib, tep ko'rib sotib olsa bo'ladi. To'g'ri, onlayn sotib olish imkoniyati bor, lekin Best Buyni narxlari va shunaqa return qilish osonligi va narsalarni borib ko'rib sotib olish imkoniyati har doim odamlarga qiziq bo'lib keladi. Menga ham xuddi shu tomondan qiziq. Best Buyni oxirgi 5 yilda daromadi to'xtab qolgan, unaqa o'sib bormayapti. Shuni hisobiga ham aksiyalari juda ham ko'tarib ketmayapti va tushib boryapti. Hozir misol uchun juda ham qattiq tushdi. $120 dan $56 tushish bo'ldi. Eng baland narx $120 bo'lgan bo'lsa, hozir $56, 2 barobar tushgan. Lekin kompaniyani daromadi o'zgarmagan. Ya'ni o'sha urinda kelyapti, hali ham daromad qilyapti kompaniya. Aksiyani tushishiga sabab bir nechta sababli bo'lishi mumkin. Kompaniyani daromadi o'smayotgani, kompaniyani qarzi ko'payayotgani, cash flow income statement va shunga o'xshagan dokumentdagi
ma'lumotlar, informatsiyasi qancha daromad qilayotganligi, o'shanga o'xshagan qarzlar va boshqa informatsiyalar asosida investorlar o'shani o'rganib turib, bu kompaniyaga investitsiya qilmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa kompaniyalar bor, misol uchun Amazonga o'xshagan, bu kompaniyani Best Buy'ni bozorini olib qo'yayotgan bo'lishi mumkin va yaqin kelajakda bu bozorni olib qo'yish ehtimoli bo'lsa, значит, investorlar investitsiya qilmayapti va aksiyalar narxi tushib boryapti. Video juda ham foydali va qiziq bo'layotgan deb umid qilaman va subscribe qo'yish esdan chiqmasin, juda ham plyus bo'ladi menga motivatsiya uchun. Tak, Best Buy'ga ketdik. Best Buy'ga kirib, men sizga hozir o'sha kompaniyani, qaysi kompaniyani aksiyasini sotayotganingizni, nimaga u aksiya ko'taryapti, tushyapti, ya'ni kompaniyaning ichiga kirib turib, o'sha narsani ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hamma gapiradi kompaniyalarning aksiyasini sotib olish kerak, Apple, Amazon, boshqa, lekin real o'sha kompaniyani borib kimdir ko'rsatganmi? Mana sizlarga birinchi marta bunaqa video bo'ladi. Best Buy kompaniyaning aksiyasi BBY hozir kiramizda, o'sha kompaniyani ichidan ko'ramiz. Nimalar sotadi u, qanaqa pul topadi va u kompaniyaga investitsiya qilishga arziydimi yo'qmi? Ozgina internal ma'lumot olamiz, ya'ni ichidan ma'lumot olamiz. Tak, mana Best Buy kompaniyasiga kirib ketyapmiz. Best Buy kompaniyasi. Best Buy kompaniyasi emas, Best Buy kompaniyasini magaziniga kiryapmiz. Best Buy'da odamlarni ko'ramiz. Mana shu kompaniyaning aksiyasi $56 sotilyapti. Bu kompaniya texnika sotadi, ko'rib turganlaringizga. Odamlar bor, juda ko'p emas. Nimalardir sotib olishyapti. Kimdir telefon, kimdir fotoapparat, misol uchun mana fotoapparatlar sotishadi. Sizlarga tanishtirib chiqa qoling. Fotoapparatlar sotadi. Televizorlar sotadi. Qimmat televizorlar, arzon televizorlar. LG, Sony, Samsung, DJI dronlari. DJI N3, Air'mi, Mavic'mi. Bundan tashqari kompyuterlar sotadi. Kompyuterlardan bu yerda Apple produktlarini sotadi. iPhone, iMac, MacBook va shunga o'xshaganlar. Mana bitta katta televizor bor ekan. Monitorimiz, monitor televizorimiz. Notebooklar sotadi. Texnika nima bo'lsa, o'sha sotadigan kompaniya. Best Buy. Best Buy'da onlayn ham sotsa bo'ladi. Mana magazinga kelib ham sotsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, odam unaqa ko'p emas. Oldin Aventuradagi magazinga borardim. Odam juda ham ko'p bo'lardi. Ya'ni lokatsiyasiga ham bog'liq. Lekin mana odamlar bor, nimalar sotib olishyapti. Konkretno odamlarni videoga olgim kelmayapti, chunki noqulay. Best Buy yana nimalar sotadi. Uyga texnika, gaz plitalar, elektroplitalar, xolodilniklar. Biza menimcha xolodilniklarni Best Buy'da olar ekan uyimizga. Best Buy kelib ko'rib, nimani qaysi razmer bizga to'g'ri keladi yo'q, o'shanisini tanlab olganmiz. Plitani ham Best Buy'da olganmiz. Tak, nima yana? Kir mashinalar, mana. Kir mashinalarini sotadi. Samsung, xolodilniklar, namuncha katta ekan bu kir mashina, profil, xolodilnikdan katta. Ya'ni Best Buy texnika sotadigan kompaniya. Uni magazinlari butun uni magazinlari butun Amerika bo'yicha bor va daromad olib keladi. Daromadiga qarab turib, bu kompaniya yaxshi ishlayaptimi, yo'qmi, o'sha income statementlarda, cash flow, balance sheetlarda qarab turib qarasa bo'ladi. Pulimni 2 barobar ko'paytirish haqida aytib berish uchun bitta zo'r joyga keldim, chunki odamlar pul ko'paytirish, investitsiya deganda, trading deganda oson narsani tushunishadi va o'shani chiroyli qilib ko'rsatib bermoqchiman. Qani ketdik. Tak, men bu kriptoni sotib olaman, men bu kriptoni trade qilaman, uni short qilaman-da. Men bunga $1000 tiqsam-da, mana men yerda $10,000 ishladim. Bo'ldi, pulim ishlab bo'ldim. Kompyuter o'tirsa bo'ladi. Endi dam olamiz. Aslida
unaqa emas. Aslida investitsiya qilish, trading qilish yoki kriptoni bilmadim. Hammasini juda ham ko'p vaqt o'rganish kerak va bunga ko'p mehnat va vaqt ketadi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, Amerikada tarif war bo'lyapti, tarif urushlarini Trump juda ham qattiq naloglar qo'yyapti Amerikaga kirib keladigan tovarlar uchun va bu Amerika bozorini va вообще butun dunyo bozoriga ta'sir qilyapti. Undan tashqari Amerikadagi fond bozoriga ham juda ham qattiq ta'sir qilyapti. Fond bozoridagi aksiyalar narxi tushib ketyapti. Ko'p aksiyalar, katta kompaniyalarning aksiyalari 30-40%, 50% gacha tushganlari bo'ldi. Endi mana bu situatsiya strategiyam aksiyalarning qimmatligida emas, ya'ni hamma Bitcoin ko'tarib ketyapti, olib qolish kerak, ani FOMO bo'ladi-yu, fear of missing out, ya'ni qolib ketishdan, pul yo'qotishdan qo'rqib turib sotib olishadi. Yo'q. Hozir tushgan paytda narxlar tushib ketyapti, dashi ham tushishi mumkin. Imini 30%, 40% tushgan paytda balki 50%, 60% tushadi. O'sha paytda aksiyani sotib olish, ya'ni qachon pul ishlaydi odam, qachon investorlar pul ishlashadi, arzonligida sotib olib, qimmatligida sotish. Navrot emas, qimmatligida sotib olib, keyin tushib ketganida qo'rqqandan sotib qo'yish, bu unaqa yo'l navrot pul yo'qotishga olib keladi. Eng to'g'ri pul ishlash yo'li bu aksiyalarni narxi pastligida sotib olish. Lekin eshitilishi oson bo'lishi mumkin, narxi past ekan sotib olish kerak ekan degan. Unaqa emas, to'g'ri aksiyalarga investitsiya qilish kerak. To'g'ri aksiyalar o'zi nima? To'g'ri aksiyalar bu shunaqangi kompaniyaning aksiyalariki, u kompaniyalar rivojlanib boradi, u kompaniyalar pul ishlaydi, u kompaniyalar uzoq muddat produktlari bor, u kompaniyaning brendi bor. Misol uchun Apple kompaniyasi. Apple kompaniyasining produktlari har doim sotib olinadi. Mana Apple telefon, Apple MacBook Air, MacBook Pro va boshqa iPad, shunaqangi produktlar borki, ulardan voz kechish qiyin va bu kompaniyalar produktlarini yengillab borgan sari daromadi ham oshib boradi va produktlari odamlarga har doim sotilib boriladi. Shuning uchun bunaqa kompaniyalar har doim aksiyasi tushsa ham, ekonomik qiyinchilik davri bo'lsa ham, qanaqa retsessiya bo'lsa ham daromad qilishda davom etadi va rivojlanishda davom etadi. Shuni hisobiga bularning aksiyasi vaqtinchalik tushib tursa ham, keyinchalik ekonomika bar восстановиться qiladi, ekonomika bar oldinga qarab yurishni boshlaydi. O'sha payt bu aksiyalar juda ham balandga o'sishni boshlaydi. To'g'ri, bunaqa informatsiyani yig'ish, bunaqa informatsiyani o'rganish uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. Kompyuterda o'tirib o'rganish kerak, kompaniyalarni o'rganish kerak, ularning hisob-kitoblarini o'rganish kerak. O'shani o'rgangandan keyingina o'sha kompaniyalarni topib, ularga investitsiya qilishdan boshlash kerak. Mani planim xuddi shunaqa yaxshi, качественный, yaxshi kompaniyalar aksiyalarini sotib olish. Lekin bundan osonroq yo'li ham bor. Bu ETFlar bu indeks fondlarini kuzatuvchi ETFlar, misol uchun S&P 500 ETF, VOO degan VOO, u S&P 500 Amerikan 5 ta top kompaniyasini kuzatuvchi ETF. Uni sotib olsangiz, u faqat 1900-yildan beri istoriyasi bor, faqat tepaga qarab o'sib borgan. To'g'ri, yiliga 10% ga o'sib boradi bu ETF, S&P 500 ETF, lekin uni o'sib borishi aniq va 1900-yildan beri statistika bo'yicha ko'rsa, u faqat o'rtacha 10% ga o'sib borgan va o'sib borishda davom etadi uzoq muddatda. Shunda meni strategiyamga vaqt ketadi, o'rganib, to'g'ri aksiyalarni o'rganib chiqib ularga investitsiya qilishga. Lekin pulimni uzoq muddatda investitsiya qilib borganimga yoki avtomatizatsiya qilib qo'yaman, to'g'ri aksiyalarga investitsiya qilish yoki o'sha indeks fondlarga investitsiya qilishni avtomatizatsiya qilib qo'yaman va u uzoq muddatda investitsiya qilib boradi. Va men o'zimni vaqtimni ko'proq ishlab, kompaniyada ishlab, kompaniyadan daromad qilishga va kompaniyadan qilayotgan daromadimdan yana investitsiya qilishga fokusimni qarataman. Agar sizga bugungi video qiziq bo'lgan bo'lsa, investitsiya haqida 2025-yil shart bo'lgan 5 ta investitsiya yo'nalishi haqidagi videoni ko'rishni maslahat beraman. Yomon yo'lda chiqadi. O'shani bossangiz, shart bo'lgan 5 ta investitsiya turini tushuntirib aytib berganman. Juda ham foydali bo'ladi.